Termizga keldik. Chaman duganamni men Termizga kosmetologga olib keldim. Mana baxiylar kiygizyapti kallasiga, suvlar ochyapti. Potensiyani nima jirtib qoldi bilmayman, lekin buni suyuq so'ng qo'l juvadiganida betini juvdi birinchi. Mana cho'tkada nimadir shivyapti. Mana o'zim to'xtamay jitirlab kular. Mana olmaykan. Ko'pirtirilgan durjom ekan. Yo'q, ay durji emas, qotiqmi? Salofan nimaga javob bermayman. Ibi utukma bu? Parli utuk yo'q ay. Parli utukma chaynakka shu qo'yganda ham bo'lardi betini. Lapatka bilan musroganday nimalarnidir olyapti. Aniq cho'ng'ichimni qora narsani bilmayman. Duganam ichkiriydi, shu ichkirligi burnidan chiqdimi deymanda. Ibi nima bo'laydi? Shunchalik ham irib ketadimi? Yaxshi ham sizga gap qilibdi. Burnidan qor chiqyapti, aniq bu. Ichqotlab ibi bol chiqdi, nima sirtib? Ibi yana qotiq sirtib qo'ydim, ha? Shuncha narsani bir bekor qilibdi-da barqo. Juda qimmat. Mana aniq qotiq. Mana qotiq chuchuq qotiqshi. Chichi ana. Kefirmi? Kefir bilan qatibdi narsa mumyaladi, marli surtdi, mana bankaga qilingan qotiq ekanmi, oq narsa nima ekan desam. Birinchi marta massaj olyapti shu betiga, shu bilsam bilmasam shu birinchisi yo'q. Betiga yana jiltillashini, kiprigi tushib qolgan, bo'yna kiprigi bor edi, bittasining kiprigi yo'q. Xudoyim. Aha, jiltillab ketdi, bu mana surtgan kremini ko'rsatyapti, nima kremisi? Aha, bo'ldi. Dahshat. Endi to'yga jiltillab borsa bo'lar, men bilan qo'shilib. Kiprigini qaranglar buni.